Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan общий rodni ko'rib o'tamiz. Общий rod degani bu umumiy rod degani va a, ya okonchaniялariga ega. Masalan, sirota yetim, plaksa yig'log'i, kollega birga ishlaydigan hamkasb va starosta. Demak, bu so'zlarni biz murskoy rodda ham, женский rodda ham bir xil ishlatishimiz mumkin. Masalan, он круглый sirota yoki Ana круглая sirota. Круглый sirota degani bu g'irt yetim degani. Общий rodni biz okonchaniyadan aniqlab olishimiz mumkin. Ko'pincha bu so'zlar a va ya bilan tugaydi. Va faqat jonli otlarga nisbatan biz ularni ishlatib bilamiz. Masalan, он plaksa u yig'loqi, ana jadina u qizg'onchiq yoki он jadina deb ishlatishimiz mumkin. Otga bog'liq bo'lgan sifat, olmosh, fe'l ma'nosiga qarab o'zgarib ketar ekan. Sirota so'zidan ko'rib o'tsak. Он бедная sirota. U bechora yetim. Bu yerda olmoshdan bilib olyapmizki, bu erkakligini. Yoki ana bедная sirota. Bu yerda ham olmoshdan bilib olyapmiz ayol kishi ekanligini. Kollega so'zidan ko'rib o'tsak. Мой коллега зашел. Зашел. Bu yerda esa fe'ldan bilib olyapmiz erkakligini. Моя коллега зашла. Bu yerda ham fe'l женский rodda turibdi. Demak, ayol kishiligini tushunib olyapmiz. Keyingi so'zimiz starosta. Starosta группы выступил. То же самое fe'ldan bilinyapti. Starosta группы выступила. Bu ham fe'ldan bilinyapti. Общий roddagi so'zlarni biz razgovorda ishlatamiz va baholash ma'nosida ishlatamiz. Masalan, plaksa, nеженка, umnitsa, zabiyaka. Zabiyaka degani bu urushqoq degani. Va ismlarda ham ishlatiladi. Bular ko'p emas. Sasha, Jenya, Valya. Bular erkak kishi ham bo'lishi mumkin, ayol kishi ham bo'lishi mumkin. Masalan, Sasha, Aleksandr, Aleksandra xuddiki Dilshod va Dilshodaga o'xshagan yoki Yevgeniy, Yevgeniya, Valentin yoki Valentinaga o'xshab. Общий rodni eslab qolish uchun eng muhimi bu birinchisi insonga baho berganda ishlatamiz, xarakter va xulqiga qarab. Он такой молодец. Она такая молодец. Yoki kasb va lavozimda ishlatar ekanimiz. Ana doktor, on doktor. Va uchinchisi ko'pincha bolalarga nisbatan ishlatiladi. Darsdan keyin eng ko'p ishlatiladigan общий roddagi otlarni tarjimasi bilan gruppaga tashlab qo'yaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.